Assalomu alaykum hammaga. Mana ko'pchilik so'ragan videoni olibdimiz. Bu tomonni xato qo'yibsiz deydi ko'pchilik. Ustiga qo'yib qo'yasiz. Bundan ketgan suvlar pastga o'tib ketmaydi deb ko'pchilik so'ragan ekan. Shuning video olishga qaror qildim. Bu tomonni bitmagan tomonni ko'rsatamiz. Degan umiddamiz. Mana bu tomonimiz bitmagan tomonimiz. Birinchi tagidan katta sovuq olamiz. Hamma tomonni suvi ashinga tushib, keyin latoga tushadi. Ina ustidan cho'kini bekitgani qo'yamiz xolos buni. Bu tomondagi videoni ko'rdingiz. Bu cho'kini bekitishga xolos, suvga umuman aloqasi yo'q. Ishimizni sifatli ko'rsatadigan narsa xolos bu. Bu tomonni ham hammasini cho'kiga ulab chiqiladi, keyin ko'rgan odam ham juda umuman cho'klarni ko'rmaydi, sunkani ko'radi. Biz bu ishlarga qo'yamiz hatto cho'kini bekitgani. Ishimiz qancha sifatli bo'lsa, xudo xohlasa natija ham shunga yarasha beradi. Bu cho'y uchun xolos. Hech qanaqa suvga aloqasi yo'q. Mana homidlarni ham ko'rishsizlar. Juda ko'p totganmiz. Sababi ustida yurishimizga, yana qorlarda ham ish ko'rsatmaydi xohlasa. Suvlar to'lib ponna bo'lganda ham lato hech qayerga egilmaydi. Tekislik yo'qolmaydi xohlasa. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlaringizni chiroyli va tez, xudo xohlasa bajarib beramiz.